Bizga haromroq kelin kerak. Haromroq. Meni tushunyapsizmi? Endi qovoqingizni soling. Soling. Tasavvur qilingki, mana bu sizning eringiz bo'ladi. 3 yildan beri farzandli bo'lmayapsizlar. Endi eringizni so'kib tashlang. So'king. Nachilik. Menga qarang, qanaqa erkaksiz o'zi 3 yildan beri farzandli bo'layotganimiz yo'q. Stop! Stop! Zo'r! Yana ham haromroq kelin kerak. Holat kerak bizga. Nachilik. Hamma qarindosh urug'lar menga ta'na qilyapti-ku, sen farzandli bo'lamayapsan deb. Stop! Olindi. Endi bundan keyin bu ikkalasi ajrashib ketadi. Bu boshqa qizga uylanadi. O qiz hammasiga chidaydi. Yuring dadasi, doktorga boraylik deydi. U doktorga boradi. Yuqorida siz ko'rgan kadrda holat shundayki, erkak bilan ayol 3 yildan beri yashashadi, bola yo'q, erkakda urug' 0, ya'ni azospermiya holati. Bu holat tibbiy tekshiruvlarda aniq bo'lgandan so'ng kelin, ya'ni xotin urug' 0ligini bilib, erining kamchiligini bilib, ayrim o'zbek seriallaridagi haromi kelinlar obraziga tushib olgan. Tibbiyotda urug'i 0, ya'ni azospermiya tashxisi qo'yilgan erkaklarni TZ yoki mikrotez amaliyoti yordamida o'z pushtlaridan farzandli bo'lishlari mumkinligini eshitganmisiz? Juda ham ko'p oilalarda mana shu amaliyot orqali chaqaloqlar yig'isi eshitilishiga sababchi bo'layapmiz. Ya'ni erkakni moyaklaridan sog'lom urug' qidiriladi. Agar farzand ko'rishga yaroqli urug'lar topilsa, Eko XC amaliyoti orqali uni ayoli o'z pushtidan homilador bo'lishi mumkin. Bu videodan maqsad mana shu narsani sizga yetkazib qo'yish edi. Agarda syujet boshidagi haromi kelinni taqdiri sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, ayrim o'zbek seriallarini ko'ring. Ular bunaqa mavzuni yoritishni qoyillatishyapti. Serialning nomi Haromi kelin bo'ladi. Da, haromi kelin. Da!